Tojikistonda qariyb 21 ming kishiga nisbatan amnistiya qo'llanildi. Ulardan 8 mingdan ortig'i qamoqdan ozod qilindi. Shu bilan birga amnistiya to'g'risidagi qonun ayrim siyosiy mahbuslar va muxolifatchilar hayotida o'zgarish yaratmadi. Tojikistonda ko'plab odamlar soxta ayblovlar bilan qamoqqa tashlangan. Terrorizm va ekstremizm moddasi bilan ayblangan odamlar ko'p yillardan buyon qamoqxonalarda jazo o'tamoqda. Bunday moddalar asosan shariat qonunlariga amal qiladigan yoki Emomali Rahmonning diktatorlik rejimini tanqid qilganlarga qarshi qo'llaniladi. Mahalliy sudlar hukmron rejim ta'siri ostida bo'lib, fuqarolarni ozodlikdan mahrum qilish joylariga jo'natishni konveyerga aylantirgan asosiy organdir. Fuqarolarning hibsga olingan ilk kunlaridan boshlab tergov hibsxonalarida saqlanishi, sud jarayoni, qamoqxonalarda jazoni o'tashi, qamoqxona shifoxonalarida bo'lishi, mahkumlarni shartli ravishda muddatidan oldin ozod qilish yoki manzil koloniyaga taqdim etish hamda mahkumlarning to'liq ozod etilishigacha bo'lgan barcha bosqichlar korrupsiya va tazyiqlar bilan bog'liq. Bugungi kunda zolimlar qo'l ostidagi musulmonlarning voqeligi shunday. Qamoqxonalar, bosim, zulm, to'liq nazorat va ta'qib. Faqatgina Roshid xalifaligining o'rnatilishi va islomiy hayot tarzining tez tiklanishi butun dunyo bo'ylab zolimlar qamoqxonalaridagi begunoh odamlarni ozod qilishga imkon beradi. Allohning izni bilan mu'minlar amiri barcha mazlum musulmonlar uchun har bir zolimdan qasos oladi. Zolimlar endi o'z jinoyatlarini yashirmayapti va o'z jinoyatlarini odamlardan yashirishga harakat qilganlar Alloh ularni ko'rmaydi deb o'ylashadi. Lekin Alloh sirni ham, yashirin amallarni ham ko'radi. Biladi va ularni bu hayotda ham, oxiratda ham fosh qiladi. Bu zolim hukmdorlar Alloh tomonidan qattiq so'roq qilinadi. Alloh subhanahu va taolo o'zining aziz kitobida وقفوهم إنهم مسؤولون va ularni to'xtatinglar. Albatta, ular so'ralguvchidirlar degan.